Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda agar fuqarolarimdan biriga zarar yetsa, urushga qo'shilamiz. Kim Chen In AQSh va Isroilni ogohlantirdi. Eronda namoyishchilarni otib tashlashga ruxsat etildi. Tramp Eronning so'zsiz taslim bo'lishini talab qilib, boshqa har qanday kelishuvni rad etdi. Xitoy ham Eronga yordam berishi mumkin. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq va tahorat buzilish holatlari tez va samarali davolashga yordam beradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Agar fuqarolarimdan biriga zarar yetsa, urushga qo'shilamiz. Kim Chen In AQSh va Isroilni ogohlantirdi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In AQSh va Isroilni ogohlantirib, agar Eron hududida bo'lib turgan fuqarolari harbiy harakatlar davomida jabr ko'rsa, Pxenyan urushga aralashishi mumkinligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir Eronda Shimoliy Koreya fuqarolari bor va ularning xavfsizligi Pxenyan uchun prinsipal masala hisoblanadi. Eronda bo'lib turgan Shimoliy Koreya fuqarolari vatanga qaytarilmaydi. Agar ulardan hatto biriga zarar yetsa ham biz ikkilanmasdan urushga qo'shilamiz, dedi Kim Chen In. Turli baholashlarga ko'ra, ayni paytda Eron hududida 2000 nafargacha Shimoliy Koreya fuqarosi bo'lishi mumkin. Eronda qolgan yagona narsa bu jasorat. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning floti, harbiy havo va havoni kuzatish tizimlari qolmaganini aytdi. Hammasi yo'q qilindi, ularning radarlari butunlay tozalab tashlandi. Harbiylar yakson qilindi. Ularda bor bo'lgan yagona narsa bu jasorat, dedi u. Shimoliy Amerikadagi yahudiy uyushmalari shok qiluvchi raqamlarni e'lon qildi. Eron zarbalari natijasida urushning dastlabki 6 kunida Isroilda kamida 1573 ta bino zararlangan. Shu davr ichida 6115 nafar isroillik mamlakatdan qochib ketgan. Shuningdek, qaytish kerak bo'lgan taxminan 150 mingga yaqin kishi haligacha qaytmagan. Kuvaytdagi AQShning Arifjan harbiy bazasida katta talofatlar kuzatildi. AQSh harbiy xizmatchilari orasida qurbonlarning aksariyati aynan shu bazaga to'g'ri kelmoqda. Tramp Eronning so'zsiz taslim bo'lishini talab qilib, boshqa har qanday kelishuvni rad etdi. Eron bilan so'zsiz taslim bo'lishdan boshqa hech qanday kelishuv bo'lmaydi, deb yozdi Tramp 6-mart kuni Truth Socialda. U taslim bo'lish va yangi rahbariyat tanlanganidan so'ng AQSh va Eronning ittifoqchilari Eronni iqtisodiy jihatdan avvalgidan ham kattaroq, yaxshiroq va kuchliroq qilish uchun harakat qilishini va'da qildi. Yaqin Sharqdagi urush energiya bozoriga zarba berdi. Eng katta xavf Osiyoga. Fors ko'rfazi atrofidagi keskinlik neft va suyultirilgan tabiiy gaz tashuvlarini izdan chiqarib, jahon energiya bozorini larzaga solmoqda. Energiya importiga kuchli bog'langan Osiyo davlatlari bu vaziyatda eng ko'p zarar ko'rishi mumkin. Bu haqda Euronews xabar berdi. Hormuz bo'g'ozi orqali jahon nefti va LNG savdosining qariyb 5dan 1 qismi o'tadi. 2024-yilda bu yo'l orqali tashilgan LNGning 80% dan ortig'i Osiyo bozorlariga yo'naltirilgan. Mutaxassislar fikricha, hozirgi inqiroz gaz bozoriga neftga nisbatan kuchliroq ta'sir qilmoqda. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, gaz narxi taxminan 50% gacha ko'tarilgan. Energiya narxining oshishi eng avvalo Xitoy va Hindiston iqtisodiyotiga bosimni kuchaytirishi mumkin. Pekin dunyodagi eng yirik neft importchisi, Dehli esa 3-o'rinda turadi. Sharqiy Osiyo mamlakatlari ham importga qattiq bog'langan. Yaponiya neft ehtiyojining qariyb 95%ni xorijdan oladi. Janubiy Koreya neftning taxminan 70%ni va LNGning 20%ni Yaqin Sharqdan import qiladi. Janubi-sharqiy Osiyoda esa spot bozor orqali LNG xarid qiladigan davlatlar narxi tebranishlariga yanada sezgir. Ta'minot qisqarganda bunday mamlakatlar gaz yuklari uchun boy davlatlar bilan raqobatlashishga majbur bo'ladi. Mutaxassislar fikricha, energiya narxlarining keskin o'sishi inflyatsiyani kuchaytirib, iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin. Fors ko'rfazidagi keskinlik uzoq davom etsa, global iqtisodiy xavflar ham ortishi ehtimoldan xoli emas. Oq uy. AQShda ko'pchilik bilmaydigan qurol zaxiralari mavjud. AQShda ko'plab mamlakatlar hatto bilmaydigan qurol zaxiralari mavjud. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Karolin Levit 5-mart kuni Time jurnaliga ma'lum qildi. Levitning ta'kidlashicha, AQSh nafaqat Epic g'azab operatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, balki bundan ham ko'proq natijalarga erishish uchun yetarli imkoniyatlarga ega. Uning aytishicha, dunyodagi ko'plab odamlar bilmaydigan joylarda ham qurol zaxiralari saqlanadi. Shu bilan birga u mamlakatda o'q-dorilar yetarli ekan
berilganini aytdi. Biroq Levit sobiq prezident Jo Baydenni Kiyevga qurol yetkazib berish qarorlari ortidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar uchun tanqid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, juda nokompetent rahbar 4 yil davomida Ukraina deb ataladigan juda uzoq mamlakatga eng ilg'or Amerika qurollarining ko'plab turlarini yetkazib bergan. Avvalroq AQShning sobiq davlat kotibi Antony Blinken Eron atrofidagi mojaro Amerika qurol zaxiralarini kamaytirish va mamlakatni boshqa ehtimoliy dushmanlar hujumlari oldida zaiflashtirishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Eronda namoyishchilarni otib tashlashga ruxsat etildi. Eronda AQSh va Isroil zarbalari ortidan ichki vaziyat yanada keskinlashdi. Mamlakat xavfsizlik idoralari namoyishchilar va jinoyat gumondorlariga qarshi o'qotar qurol qo'llashga ruxsat berilganini bildirgan. Bu haqda Euronews xabar berdi. Eron politsiyasi rahbari Ahmad Rizoradan davlat televideniyasiga bergan intervyusida urush sharoiti sabab gumon qilingan o'g'rilarga nisbatan ko'rgan zahoti otish buyrug'i berilganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga tushgan shaxslar qurol orqali harakatdan to'xtatiladi. Bundan tashqari parlamentning Milliy xavfsizlik komissiyasi a'zosi Salay Velat Madar ham namoyishlarga chiqqan yoshlar haqida keskin ogohlantirish bergan. Davlat telekanali orqali efirga uzatilgan intervyuda u o'z ota-onalarini farzandlarini namoyishlardan tiyishga chaqirib, aks holda og'ir oqibatlar bo'lishi mumkinligini iddao qilgan. So'nggi haftalarda mamlakatda bir qator politsiya bo'limlari va Basish harbiylashgan guruhi obyektlariga hujumlar qayd etilgan. Hukumat esa bu holat yangi namoyishlarga turtki berishi mumkinligidan xavotir. Joriy yil dekabr oxiridan beri Eronda talabalar ishtirokida keng ko'lamli norozilik namoyishlari kuzatilmoqda. Hukumat internetni cheklab, namoyishlarda ishtirok etganlarga nisbatan qattiq jazo choralarini qo'llashni urg'ulagan. Tehron rasmiy hisobotlarida minglab qurbonlar borligini tan olgan. Biroq inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil manbalar halok bo'lganlar soni ancha yuqori bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Kuba ham tez orada qulaydi. Donald Tramp, u shuningdek Kuba Washington bilan kelishuvga erishishni istayotganiga ishonchini bildirdi. Kuba ham tez orada qulaydi. Ular kelishuv tuzishni juda qattiq istamoqda, deya ta'kidladi AQSh prezidenti CNN kanaliga bergan intervyusida. Trampning qo'shimcha qilishicha, u ehtimoliy kelishuvlarni muhokama qilish uchun AQSh davlat kotibi Rubioni Kubaga yuborish niyatida. Xitoy ham Eronga yordam berishi mumkin. AQSh razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy Eronni moliyaviy yordam, ehtiyoj qismlar va raketa komponentlari bilan ta'minlashga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Biroq Pekin energiya ta'minoti va Hormuz bo'g'ozidagi barqarorlik yuzasidan xavotirlar sababli ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda.